Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech. Bugun 26 mart, 3-oy, 2025-yil, chorak asr. Men O'zbekiston Respublikasining qo'shtirnoq ichidagi xo'rlangan fuqarosiman va qonunga bo'ysunuvchi, chiziqchi, itoatkor, qavs ichidagi talabchan fuqaroman. Men O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolariga so'zim boshida o'zim haqida qisman aytib va tilaklarimni aytmoqchiman. Hozir so'z boshida yuqorida aytib o'tganimdek, men ona vatanimda xo'rlangan va oxir oqibat o'z qoralangan nomimni oqlash uchun talabchan bo'lgan fuqaroman. Bu masalada tegishli joylarga batafsil tushuntirib berishga tayyorman. Agarki televideniyada to'g'ridan-to'g'ri efirda man o'z so'zlarimni aytishga rozilik bersa, lekin tegishli joylarda bu masalani aytganim bilan baribir to'g'ri hal etilmaydi va bu masala adolatli tarzda to'g'ri hal qilinmaydi. Meni qo'limdagi dalillarim, haqiqatni ko'rsatib beruvchi diktofon zapsim, javob xatlarim, arizalarim mana 2013-yili 17-avgustdan bugungi kun 26-mart 2025-yilgacha salkam 12 yildan beri to'g'ri hal etilmay, murojaatlarim noto'g'ri yo'naltirilib, har bir murojaatim adolatli tarzda to'g'ri hal etilmayapti. 95% murojaatlarim hanuzgacha salkam 12 yildan beri to'g'ri hal etilmay, orqaga tashlanib kelinmoqda. Meni bor yo'g'i oddiy huquqim bor. Ya'ni fuqarolik huquqimdan boshqa hech narsam yo'q. Lekin tegishli amaldorlar, tegishli organ xodimlari, tegishli shifokorlarni adolatsiz ishlari tufayli hamda ularning qo'lida yozilmagan kitob vlast borligi, ular qonunga bo'ysunmasligi sabab qonunni oyoq osti qilishi, meni huquqimni, murojaatlarimni, o'zimni hurmatimni oyoq osti qilishlari sabab salkam 12 yildan beri xo'rlanib kelyapman. E'tibor beringizlar. Alloh bor. Va bu dunyoda ham, u dunyoda ham, oxiratda ham javobsiz qolmaydi sizlarga. Men ko'p tuhmat bilan xo'rlanyapman. Buni qaysidir ma'noda ham menga yaxshi tomoni bor oxiratda. Bu dunyoda qanchalik oxiri nima bilan tugashligini bilmayman. Lekin men bu masalani orqaga tashlab qo'ymayman. Avvalambor Alloh, qolaversa Alloh bergan dalillarim, bilimlarim bu masalada inshaalloh pand bermaydi. Alloh hammasiga qodir, sizlar emas. Inshaalloh bu masalada hali qaytamiz, lekin endi o'z so'zimni aytmoqchiman. Bugun Qadr kechasi Ramazon oyida ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasi kelajagi buyuk bo'lish uchun Allohdan so'rab, Allohga tavakkal qildim. Elimiz tinch bo'lsin, tanimiz sog' bo'lsin, umrimiz uzoq bo'lsin, niyatlarimiz qabul bo'lsin, tutayotgan o'rozalarimiz, o'qiyotgan namozlarimiz, niyatlarimiz qabul bo'lsin. Inshaalloh. Amin. Allohu akbar. Lekin sizlarga, ya'ni vijdonli vatandoshlarimga aytmoqchiman. Vijdonsiz vatandoshlarim aksariyat ko'pchiligi amaldorlar. Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, kimlarligi qisqacha aytildi. Tegishli organ xodimlari, tegishli shifokorlar va tegishli mansabdor shaxslar va tegishli ularga xizmat qiluvchi adolatsiz fuqarolar. Ularni Allohga topshirdim. Alloh ularning chorasini ko'radi inshaalloh. Amin. Siz vijdonli vatandoshlarimga tilagim shuki, dunyoda qanday yaxshiliklar bo'lsa, hammasi sizlarga ham, menga ham nasib qilsin. Inshaalloh. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
ona vatan O'zbekiston Respublikasi buyuk davlat bo'lsin. Ortimizda yaxshi bog'lar qolsin. Ijodiy ishlar bo'yicha, hayot ishlar bo'yicha, oilaviy ishlar bo'yicha, dunyoviy ishlar bo'yicha, shar'iy ishlar bo'yicha, islom dini bo'yicha eng birinchi o'rinda bizlar Alloh yo'lida, Alloh ko'rsatganchalik to'g'ri yo'lda bo'lib, bizlar Allohim suyukli taqvodor quli bo'laylik, oxiratda jannati bo'laylik. Lekin adolatsiz ish olib bo'layotganlarni esa bu ishlari men kabi fuqarolarga va Allohga ham xush kelmaydi. Ularni hammasini Allohga topshirdim. Alloh chorasini ko'rsin ularni. Alloh hammasiga qodir. Ular yoki men emas. Muhimi, qo'lindagi dalillar hammasiga yetadi. Inshaalloh hammalari o'z jazolarini olib ketadi. Hech kim qilgan bunday adolatsiz ishlardan, gunohlardan qochib qutula olmaydi. Qilmish, qidirmish deydi, qonuniy tilda aytgan jinoyat jazosi qolmagay deydi. Bu dunyoda deydi, yaxshilik ham, yomonlik ham qaytishi bor deydi. Men endi sizlarga mana shunday so'zlar bilan, mana shunday murojaat bilan, mana shunday duoda video qarshisida o'tirgan ekanman. Avvalambor Allohga shukr, sizlarga mana shunday murojaat qilib o'tiribman. Chunki bu dunyoda borligimiz g'animat, bir minut ham g'animat, inson insonga g'animat. Lekin adolatsiz ishlarni ko'rib, men kabi fuqarolar bunga ko'z yuma olmaydi. Chunki oldimizda birinchi turgan maqsadimiz qoralangan, ya'ni tuhmat bilan qoralangan nomimizni oqlash va bu adolatsiz ishlarga chek qo'yish. Allohim panohida, Allohim karomatila, Allohim qodir qilganichalik. Ey adolatsiz organ xodimlari, ey adolatsiz shifokorlar, ey adolatsiz mansabdor shaxslar va ey adolatsiz ba'zi bir fuqarolar. Bu ishlarni amalga oshirib, bu dunyoda ham, u dunyoda ham nimaga erishmoqchisizlar? Eng avvalambor Alloh qarshisida nima deb javob berasizlar? Siz ham o'lasiz, men ham o'laman. Hech kim bu dunyoda abadiy qolmaydi. Hamma narsaning oxiri bor. Mansabingiz ham vaqtinchalik. Boyligingiz ham vaqtinchalik. Hatto umringiz ham vaqtinchalik. Alloh sizlarning choralaringizni ko'rsin. Sizlar Allohning aytgan yo'lida emas, qonuniy yo'lda emas, vijdoniy yo'lda emas, mansablaringizni suiiste'mol qilib, qalbiy hujjatlar tuzib, ko'rinish qonuniy shakldagi adolatsiz qarorlar bilan hukm chiqarib yuribsizlar. Til biriktirib, sud, prokuratura, ichki ishlar, hokimiyat, umuman qonuniy chora ko'rishi boshqarmalar. Faqat menga ro'par kelgan tegishlarni aytyapman. Boshqa fuqarolar nomida gapirmayapman. Qonunda ham, shariatda ham haqqim yo'q birovning nomiga, birovning ishiga aralashib gapirish. Birovning nomidan gapirishga haqqim yo'q. Qonunda general davers bo'lsa, haqqim bor gapirishga. Ya'ni Fuqarolik protsessual kodeksining 52-moddasining 2-bandiga asosan gapirishga haqqim bor, agar qo'limda ishonchnoma bo'lsa. Men salkam 12 yildan beri qonunlarni o'rganib, o'z huquqimni o'rganib, adolatsiz ishlarni o'rganib, ancha narsani tushunib yetdim. Mayli. Bu yaqin vaqt ko'rsatadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zbekiston kelajagi buyuk bo'lsin. Buyuk davlat bo'lsin. Inshaalloh. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.